Kela qayga kelib qoldim. BU dvigatellar mana keng assortimentda ko'ryapsizmi? Soldat qilib bir safga terib qo'yilgan. Hammasi рабочий holatda. BU qarang, zbori. Cho'tki holatda hozir bulardan birini o't oldirib sizga ko'rsatamiz. Usta, mana nima motor bu? U qanaqa texnikaga tushadi bu? 300li Dusan. Mana bu-chi katta ekan bu. Bu ham Dusanga tushadi kattaga. Bu hammasi bitta motor ekan, bular. Holatini qarang, moy oqmagan, statorlari joyida, turbinalargacha bor. Remen, dinamlargacha joyida, zbori holatda. Mana bu-chi 225 Dusanga tushadigan. Bunisi Cummins motor ekan, o'rtoqlar, stator, dinam, ha? 140 tali, 4 tali desa, o'zi ekskavatorchilar bitada tushunadi buni. Yonida mana miniga ham turibdi mana. Apparat motorligi tayyor, gotovoy. Bu 6 tali Cummins o'rtoqlar, apparat motor. Volvoga tushadi, ha? Kitayskiy Lyugonga ham tushadi. Bu 6 tali bu ham shundan ekan, ha? Turbinalar qarang, cho'tki turibdi. Hitachi Isuzu ma bu. Mana o'rtoqlar, hozir birma-bir sanadigan bo'lsak, vaqt cho'zilib ketadi. Hozir qaysi birini o't oldirib ko'rsatamiz, tayyor. O'rtoqlar, sahifamizga o'ting, birozdan keyin Cummins mana bu motorimizni, bu 6 talimi bu. 6 silindrli apparat motor Cummins dvigatelimizni o't oldirib sizga davleniyasigacha ko'rsatamiz. Videoga like bosing, kimga bu motorlar qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamiga murojaat qiling. Kelishlik ahvolida o'rnatib ham beramizmi? Ustalarimiz bor. Mana o'rtoqlar, motoringiz charchagan bo'lsa, tayyor, gotovoy, nalichida mana. Kuzatishni davom eting.